Qadim-qadimdan afsungarlar o'rtasida janglar bo'lib turardi. Azaldan Merlin insoniyat taqdirining ishonchli himoyachisi edi. U 3 ta eng yaxshi shogirdiga afsungarlik sirlarini o'rgatgandi. Ular Baltazar, Veronika va Horvath edi. Lekin ularning faqat 2 tasi bunday sharafga loyiq edi. Veronika va Baltazar yovuzlik qanchalik dahshatli oqibatlarga olib kelishiga guvoh bo'lishgandi. Morgana va Fey Merlinning ashaddiy dushmanlari edi.